10 soat turgan makiyajimni birgalikda o'chiramiz. Birinchi bo'lib 99% guruchdan tayyorlangan gidrofilli balzamda makiyajlarimizni eritib olamiz. Hattoki ko'zimizga qo'ygan podvodkalargacha tozalab beradi. Ikkinchi etapida esa 99% guruchdan tayyorlangan ushbu penka bilan yuzimizni yaxshilab yuvib olamiz. Har safar makiyaj qilganingizdan keyin yuzingizni 2 etapli chistka qilish esingizdan chiqmasin. Endi esa yuzimizni tinchlantirish uchun ushbu maskani yuzimizga qo'yib olamiz. Bu maskani tarkibiga dunyodagi eng qimmat salmon balig'ini DNA qo'shilgan. Birinchi etapda alohidagi serumini yuzimizga yaxshilab surtib olamiz. Ikkinchi etapida esa yuzimizga ushbu maskani qo'yib 10-20 minutga olib qo'yamiz. Bu maskani ichidagi serum miqdori juda ham ko'p ekan, shuning uchun nafaqat yuzingizga, balki-da bo'yningiz, qo'lingiz va hattoki oyoqlaringizgacha surtib olishingiz mumkin. 20 minutdan keyin maskani olsak, yuzimiz oppoqqina, tinchlangan, qizarishlari yo'qolgan bo'lib qoladi. Va oxirgi stepida esa salmon DNA qo'shilgan ushbu kremni yuzimizga surtib olamiz. Bo'yningiz va qo'llaringizga ham hud berishni unutmang, chunki bizni yoshimizni qo'limiz bilan bo'ynimiz sotib qo'yishi mumkin.